Oddiy o'simlik yog'i yordamida tishlaringizdagi toshlardan, karashlardan, og'iz bo'shlig'idagi bakteriyalardan va og'iz bo'shlig'idan keluvchi badbo'y hidlardan xalos bo'lishingiz mumkin ekanligi haqida bilasizmi? Qadimda aviovertiklar stomatologiya sohasida bu usulni gundish deb atashgan. Ya'ni bu usulda har kuni ertalab och qoringa og'iz bo'shlig'ida bir osh qoshiq yog'ni 15-20 daqiqa ushlab turish kerak bo'lgan. Buning natijasida esa organizm turli xil toksinlardan xalos bo'lib, sog'lom bo'lishga erishgan. Bundan tashqari bir vaqtning o'zida tishlarni oqartirib, milklarni detoksikatsiya qilishga ham erishgan. Ko'pchilik odamlar bu usuldan foydalanish natijasida esa artrit, bronxial astma, teri kasalliklari va bosh og'rig'idan ham xalos bo'lishganini e'tirof etishgan. Muhimi, bu usul juda ham foydali hisoblanib, qo'llanilishi juda ham oson bo'lib, hech qanday nojo'ya ta'sirlarga ega emas. Xo'sh, bu usulni qanday qilib amalga oshiramiz deysizmi? Buning uchun bir osh qoshiq o'simlik yog'ini olib, og'iz bo'shlig'ida 20 daqiqagacha ushlab turishingiz kerak bo'ladi xolos. Yog' xuddi quyuq oq rangli krem yoki quyuq sut rangi holatiga kelgandan keyin tuflab tashlashingiz kerak bo'ladi. Undan keyin og'iz bo'shlig'ini iliq suv bilan chayib tashlashingiz va odatdagidek tishlaringizni tozalashingiz mumkin bo'ladi. Boshida bu muolaja sizda qiyinchilik tug'dirishi mumkin, lekin bir necha daqiqalardan keyin sizda qiyinchiliklarsiz bunga ko'nikish hosil bo'ladi. Bu muolajani bir hafta davom ettirsangiz, tishlaringiz oppoq, yaltirab, sog'lom holatiga qaytganiga guvoh bo'lasiz. Ma'lumotlarimiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa like, ma'qul bo'lmagan bo'lsa dislike tugmasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.